Biz hozir monosaxaridlarga oid tajribalardan Tollens reaksiyasini amalga oshiramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan eritmalar: 1% kumush nitrat eritmasi, 1% glyukoza eritmasi, 1% fruktoza eritmasi, 5% ammiak eritmasi kerak bo'ladi. Dastlab o'lchov silindrida kumush nitrat eritmasidan 4 ml miqdorda o'lchab olamiz. Mana 4 ml miqdorda o'lchab olamiz. Buni toza probirkaga quyamiz. Endi 1 ml miqdorda tomchilatib turgan holda ammiak eritmasidan tomizamiz. Hosil bo'lgan cho'kmani biroz aralashtirsak, erib ketadi hamda kumush oksidining ammiakdagi eritmasi hosil bo'ladi. Endi bu eritmani ikkita probirkaga teng miqdorda bo'lib olamiz. Mana teng miqdorda ajratib oldik. Birinchi probirkamizga 1% glyukoza eritmasidan 2 ml miqdorda quyamiz. Mana 2 ml miqdorda glyukoza eritmasidan o'lchab oldik. Buni birinchi probirkaga quyamiz. Ikkinchi probirkamizga esa 1% fruktoza eritmamizdan 2 ml miqdorda quyamiz. Mana aralashmamiz tayyor bo'ldi. Endi bu aralashmani bir vaqtda 10 minut vaqtga 70-80 gradusli suv hammomiga qo'yib qo'yamiz. Mana 10 minut o'tdi. Ko'rib turganingizdek, har ikkala aralashmada ham kumush ko'zgu reaksiyasi amalga oshdi. Lekin mana o'ng tomonda turgan probirkada glyukoza bor, chap tomondagida esa fruktoza bor. O'ng tomon glyukoza eritmasida kumush ko'zgu reaksiyasi yorqinroq amalga oshgan. Fruktozalikda esa nisbatan sal xiraroq bo'lgan. Bundan ko'rinib turadiki, natriy ishqor eritmasi ta'sirida fruktoza izomerizatsiya hodisasiga uchraydi. Natijada bunda ham kumush ko'zgu reaksiyasi kuzatiladi. Jarayonni quyidagi tenglama asosida ifodalash mumkin.